Yaxshimisiz? Ushbu tushuntirishimizga xush kelibsizlar. Ko'pinchimiz Rahmon degan bu so'zni har kuni necha 10 qaytim anglaymiz yoki deymiz. Shundaqmi? Ammo bugun biz Mustafa Islomog'lining leksiyasi asosida bu ilohiy ismning orqasidagi ashu chunqur teologik sirlarni qazib chiqaymiz. Bu oddiy bir atilg'a emas. Yo'q, butunlay undaq emas. Bu bizning koinotni, hayotimizdagi sinoqlarni, hatto ilohiy adolatni tushunish usulimizni tubdan o'zgartirib etadigan bir ochqich. Qaniyamasa, bu hayron qolarlik safarni birlikda boshlaylik. Bugungi planimiz mundaq. Oldi bilan marhamatning til jihatdagi ma'nosini ko'rib chiqamiz. Ondan qiyinchilikdagi marhamatning rolini, payg'ambarlar duch kelgan sinoqlarni so'zlab o'tamiz. Uningdan keyin tarixda Rahmon ismining nima uchun rad qilinganligini tahlil qilib, eng oxirida bu sifatning oxirgi eng cho'ng namoyandasini bayqaymiz. Birinchi bo'limga kelsak, marhamatning ma'nosi, ya'ni bu so'zning tilshunoslik asosidan boshlaylik. Bu yerda diqqatingizni tortadigan bek qiziq bir nuqta bor. Rahman va Rahim ikkilasi bir yıldızdan, ya'ni rahmatdan kelgan. Lekin ikkisining farqi osmon bilan zamindagilar. Manbada nihoyatda ayniq ko'rsatilgandek, Rahman mohiyatga, ya'ni zotga taalluq. U bir xil to'xtamay qaynab turadigan ichki holat, butun koinotni quchadigan asli yoshirin kuch. Ammo Rahimchu, u dal shu marhamatning amaliy harakatga aylanishi, ya'ni nishonliq, sirtqi qartilgan ifodasi. Men buni mundaq tushunaman. Biri dal rahmat qilguvchining o'z mohiyatini ko'rsatsa, yana biri shu marhamatning qabul qilguvchiga yetib berishidir. Xuddi quyoshning o'zidagi o'tliq yo'riqlik manbasi bilan yer yuziga tushgan illiq nurga o'xshaydi. Ajoyib, shundaqmi? Ikkinchi bo'lim. Qiyinchilikdagi marhamat, statistikalik vahiy. Endi meni eng hayron qoldirgan, hatto titratayotgan sonliq ma'lumotga qarayli. Bu tez o'rlashini ko'rib o'tasizlar-ku. Din tarqatishning dastlabki 5 yilida Rahmon degan so'z ancha ko'p ishlatilmagan. Ammo dal 6-yilga kelganda birdanla 27 qaytim takrorlanib, mutlaq cho'qqiga chiqqan. Xuddi portlagandeklar. Nimishqa? Shu 6-yili zodi nima ish bo'lgan? Manbadagi reallik shuki, bu dal Makkadagi dastlabki musulmonlarga qilingan zulm va qiyin-qistoqning eng chekkaga yetgan, eng dahshatli vaqti edi. Keyin 12-yili yana bir qatim, yana 11 qaytim takrorlanib, ikkinchi cho'qqini yo'qotgan. Bu bo'lsa dal Toif safaridan qaytgandagi umidsizlik hamma yerni qoplagan krizislik paytga to'g'ri keladi. Yana xulosalaysak, azob qachon chekdan oshsa, Rahmonning marhamati shuncha ko'p ta'kidlangan. Bu hargizmi tasodifiylik emas. Dal mushu nuqta yadroliq bir ziddiyatni nihoyat yaxshi yo'ritib beradi. Leksiyadagi mana bu o'xshatishga diqqat qilinglar. Meningcha bu tasvir intoy kuchli. Onunda agar yog'ochning jini bo'lgan bo'lsa, siliqlanganda yig'ilgan bo'ladi. Lekin mushu azob bo'lmasa, u qiymatli qo'y jihozisiga emas, balki o'choqda kuyib ketadigan utunga aylanadi deydi. Ya'ni biz beshimizdan kechirayotgan u dahshatli sinoq va qiyinchiliklar aslida bizni vayron qiladigan zulm emas. O'ylab boqinglar, u balki inson ruhini yuksaltiradigan ilohiy bir hunarvanchilik safari. Azob uqubatlar, qiyinchilik niqobiga kirib olgan Rahmonning bizni tavlaydigan alohida marhamatidir. 3-bo'lim payg'ambarlar va sinoq, Maryam surasidagi hikoyalar orqali tahlil qilish. Bu tarixiy voqea o'qini bo'ylab mangsak, odamni cho'chitadigan bir qonuniyatni bayqaymiz. Xudoga eng yaqin bo'lgan, tanlangan ulug' zotlar dal eng cho'ng sinoqlarga duch kelgan. Masalan, Ibrohim payg'ambar o'z davrida tirik holda o'tqa tashlanish bilan sinaldi. Musa payg'ambarchi tug'ilishidanla surmin bo'lib, Pirevning qo'lg'ishida cho'ng bo'ldi. Milodidan burungi 1-asrga kelsak, Zakariya va Yahyo payg'ambarlar vahshiylarcha qatl qilinib, o'z jinini qurbon qildi. Keyin Maryam va Aysa payg'ambarlar tarixdagi eng ig'ir tuhmat va tark etilishga duch keldi. Bularning hammasi bizga nimani deb beradi? Rahmat ko'pincha hollarda qiyinchilik degan qog'ozga urilib keladi. Ilohiy marhamat hargizmi faqat rohat-farog'atda emas, balki eng ig'ir jon oldigan krizislarda o'z kuchini, o'z sirini namoyon qiladi. Men bu yerda Yahya payg'ambarning misolini alohida tilga ilishni to'g'ri topdim. Manbalarga asoslanganda, bilasizlar, Yahya degan bu ism Qur'onda Xudo o'zi bevosita qo'ygan birdan-bir ism. Ma'nosi nima deysiz? Ma'nosi dal u yashaydi deganlik. Lekin reallikqa qaraydigan bo'lsak, uning fiziki hayoti texi 30 yoshlar atrofida vahshiylarcha oyoqlashgan. Bu favqulodda ziddiyatlik bir nuqta, shundaqmi?
Mana bu haqiqiy ilohiy marhamatning jismoniy hayotni uzartish emas, balki cheksiz, uzilmas ruhiy mavjudlikqa kapolatlik qilish ekanligini ko'rsatib beradi. Bugungi kundami biz shahidlar o'lmaydi deymiz-ku, ular avlodlarning qalbida mangu yashaydi. Mana bu Rahmonning marhamatining haqiqiy qudrati. 4-bo'lim Rahmon nimishqa rad qilindi. Bu yerdagi tematik to'qinishni ko'rib baqayli. Hamda tarixga, xususan Hudaybiya sulhisidek intayin sezgir voqealarga qaraydigan bo'lsak, Makka mushriklari Rahmon degan bu ismni qabul qilishni qattiq, hatto tubdan rad qilgan. Nimishqa shuncha qarshi turdi? Buni tushunish uchun biz manbada bayon qilingan Bismillahirrahmanirrahim jumlasiga yoshiringan 5 cho'ng teologiyalik xitobni bilishimiz kerak. Qaranglar. Birinchidan, biz bu jumla orqali Xudoning hayotimizga aktiv aralashadiganligini e'tirof qilamiz. Ikkinchidan, har bir ishni Xudo bergan iroda bilan qilayotganligimizni bilamiz. Uchinchi, uning yordamisiz hech ish qila olmaydiganligimizni jazmlashtiramiz. To'rtinchidan, Xudo aralashmaydigan sekulyar, ya'ni mustaqil bir sohaning yo'qligini jakorlaymiz. Beshinchidan, biz har vaqt ilohiy yordamga muhtoj deb duo qilamiz. Qisqasi, bu ism Xudo biz bilan har daqiqada birga, bizning har bir ishimizga ko'ngil bo'ladi deganlikdir. Shunga tahlil nimani ko'rsatdi? Mushriklarning Rahmon so'zini rad qilishi ularning nodonligidan yoki bu so'zni tushunmaganligidan qat'iy emas edi. Ular bu atalg'ining salmog'ini bek yaxshi biletdi. Agar ular Rahmonni qabul qilsa, undaqda har vaqt marhamat va adolat bilan kundalik hayotga, savdo-sotiqqa, jamiyatdagi tuzumga aralashadigan bir Xudoni qabul qilishga majbur bo'ladi. Lekin ularchi? Ular faqat o'zlarining huquqini kafolatlantiradigan, dunyoviy boshqarishni saqlab qolish uchun Xudoni faqat osmonda turadigan, yer yuziga, ya'ni kundalik ishlarga aralashmaydigan bir kuch qilib qo'yishni holatda. Dal shu sababdan ular Rahmonni inkor qildi. 5-bo'lim. Oxirgi namoyanda. Buni falsafiy jihatdan qayta qiliblashtıramiz. Hamda manbada o'ttirg'a qo'yilgan, shundaqla an'anaviy tushunchalarimizni butunlay ag'dirib tashlaydigan bir hayajonli savolni so'rayli. Dozoq amaliyotda ilohiy marhamatning bir namoyandasi bo'lalarmidi? Yo'q, xato anglab qolmadinglar. Qarmoqqa bakla ziddiyatliq shundami? Qandaqmi dozoqdek azob va jazo makoni Rahmonning marhamati bo'lsin deysizlar, to'g'rimi? Ammo oldiramayli. Manba buni shundoq qoltis bir logika bilan yashab beradi-ki, anglab hayron qolasizlar. Meni hammadan bek qoyil qilgan yeri dozoqning mana shundoq qayta sharhlanishi. Yaxshira o'ylab bag'inglarchi. Birinchidan, adolatsizlik va zulmga uchraganlar uchun dozoqning bo'lishi koinotdagi adolatni amalga oshirdi. Agar adolat bo'lmasa, bu eng cho'ng zulm bo'lmadimi? Ikkinchidan, uning mavjudligi insonlarni bu dunyodalar yomonlikdan to'sadigan ogohlantirish rolini o'ynaydi. Uchinchidan, bilimchilar bu ilg'ari hech o'ylab boqmagan nuqta. Dozoq bir qiynash lageri emas, balki bu dunyoda shifo topmagan, kasallangan ruhlar uchun echirgan oxiratdagi alohida jiddiy qutqizish bo'limi, ya'ni oddiy qilib aytganda ICU'dur. Operatsiya, davolash albatta azobli bo'ladi, ammo u vayron qilish emas, aksicha ruhni qutqizishdir. To'rtinchidan va eng muhimi, u inkor qilguvchilarni butunlay yo'q qilib etmaydi, balki ularning mavjud bo'lib turishiga kapolatlik qiladi. Chunki mavjud bo'lishning o'zi Allohga bir marhamatdir. Bu haqiqatan muadamli cho'nqur o'ylantiradigan, titirtidigan bir boyqash. Leksiyaning oxiriga kelganda biz mana bu go'zal va cho'nqur o'xshatishga yuzlanamiz. Inson vijdoni Xudoning uyidir. U Rahmonning bevosita bir shohidir. O'ylab boqinglar, bizning ichimizdagi his qiladigan, to'g'ri xatoni quruq mantiqa bilan emas, ichki sezim orqali farqlantiradigan shu vijdonimiz bor-ku. Dal shu narsa ilohiy marhamatning ichimizdagi bevosita eniki ekan. Aql oldinadi, hisoblashidi, foyda ziyonni o'lchidi. Ammo vijdon-chu? Vijdon hargiz aldanmaydi. U savdolashmaydi. Nemishga? Chunki u bevosita Rahmonning marhamatning sap manbasidan kelgan. Bugungi bu bayqash safarimizni oyoqlashtirish oldida men sizlarga dal mushu kuchlik teologiyalik savolni qo'yib qo'ymoqchiman. Agar sizning vijdoningiz haqiqatan mushu Rahmonning bir shaxi bo'lsa, undaqda siz shu ilohiy marhamatni atrofingizdagi dunyoga, kishilarga qanchalik darajada nur qilib tushyapsiz?
Bu faqat yodlab qo'yadigan quruq nazariya emas, qat'an emas. Bu bizning dunyoga, kishilarga va hayotimizdagi jafo mushaqqatlarga tutadigan pozitsiyamizni tubdan o'zgartiradigan, bizga kuch beradigan hayotlik falsafasidir. Bugun biz bilan birga bu muhim manbani bayqashga qatnashganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Keyingi tushuntirishimizda yana yangi tushunchalar bilan ko'rishguncha omon bo'linglar.